Taqvolik degan nima? Uningga qanday erishimiz va hayotimizga qanday tatbiqlaymiz? Bu savollar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Hammanglarning Ramazon oyiga yana bir qatim muborak bo'lsin. Alloh taolo hammamizni bu barakatli oyni asl maqsadiga uyg'un holatda mo'l husullik o'tkazishga nasib qilsin. Hammamiz Allohning yaxshi bir quli bo'lishni, uningga yaqinlashishni xohlaymiz. Shundoq emasmi? Javobimiz albatta ha, shundoq bo'ladi. Ammo qanday yaqinlashimiz? Buning yo'li nima? Buning uchun qanday sifatlarni o'zimizda hozirlashimiz kerak deyilgan mana bu nuqtada taqvolik o'tirg'i chiqadi. Dunyo va oxiratlik masalalarimizning hal bo'lishidagi asosli omillar biri bo'lgan, bizni xohlaganimizga erishtira oladigan, darajamizni yuqori ko'tarib, eng hurmatliklar qatoridan qila oladigan, rizqimizning kengri bo'lishi, beshimizga kun tushganda bizning chiqish yo'limizni topishimizga vasila bo'ladigan, Alloh taolo Qur'oni Karimda Ramazon ro'zasini farz qilishdagi sabablardan biri sifatida bayon qilgan taqvolik sifati haqida to'xtalamiz. Taqvolik har bir musulmonning hayotida muhim o'ringa ega. Ammo zamonimizda to'liq tushunilmayotgan yoki erishish mumkin bo'lmaydigan mavhum martabalardan biridek xato tushunchalar bilan tushunilib qolgan go'zal xislatlardan biridir. Bu sifatni Alloh taolo Qur'on Karimda 100 dan ortiq o'rinda zikr qilgan bo'lsa, Payg'ambar alayhisalom ko'plagan hadislarda taqvolikning fazilati va ahamiyatini ta'kidlagan. Undaqda taqvolik degan nima? Taqvo so'zi arab tilida viqoya, ya'ni saqlanish, qo'dinish degan so'zdan kelgan bo'lib, qo'rqinchli yerlardan yoki sabablardan uzoq turish degan ma'nodadir. Shunga Alloh taologa taqvolik qilishdan, Alloh taolo cheklagan ishlardan saqlanish, buyurgan ishlarni ijro qilish orqali Allohning azobiga sabab bo'ladigan ish-harakatlardan yiroq turish deganlik maqsad qilinadi. Sahobalardan Ibn Abbas radhiyallohu anhu taqvodor kishini bunday tushuntirgan. Taqvodor kishi Alloh taolodan qo'rqib, uning bergan hidoyatiga ergishidi. Uningga shukr qilib, oziylik qilishdan saqlanadi. Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh taqvolikni mundaq deb tunishtirdi. Alloh taologa taqvolik qilish kunduz ro'za tutish, kechalar qiyomda turish bilan bo'lmaydi. Balki Alloh taolo harom qilgan ishlarni tashlash va Alloh farz qilgan ishlarni vaqtida ado qilish bilan bo'ladi. Kimiki yuqorqilarga erishgandan keyin yana bir yaxshilikka muvaffaq qilingan bo'lsa, gul ustiga gul qo'ygandek bo'ladi deydi. Va yana Toliq ibn Habib radhiyallohu anhu taqvolikning ruhini sharhlab mundaq deydi. Taqvolik degan Alloh taolodan kelgan nurga tayinib turib, Allohga itoat qilgan holda u zotning savobini umid qilish va Allohdan kelgan nurga tayinib, Allohga osiylik qilishni tashlab, u zotning azobidan qo'rqishdir deydi. Imom G'azali rahimahulloh taqvolikni butun gunoh ma'siyatlardan saqlanish deb tunishtirgan va uni 3 darajaga bo'lgan. Birinchi darajasi bo'lsa, shirkdan yiroq turish, ya'ni insonni shirk va kufrdan saqlaydigan taqvolik. Buningdan Allohni bir deb ishonish, uningga xolis ibodat qilish ko'zda tutilgan. Ikkinchi darajasi bo'lsa, cho'ng kichik barliq gunohlardan yiroq turish. Ya'ni musulmonning cho'ng bo'lsin yoki kichik bo'lsin, barliq gunohlardan o'zini tortishni ko'zda tutadi. Uchinchi darajadagi taqvolik bo'lsa, Allohdan boshqa hamma narsadan qalbni poklash. Faqat Alloh uchun yashash, uning uchun o'zini atashdir. Mana bu taqvolikning eng yuqori darajasidir. Xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan taqvolik haqida so'raganda, u siz tikanlik yo'ldan mengib boqqanmi deb so'raydi. Hazrat Umar ha deganda, uningdan qanday mangdingiz deb so'raydi. Umar putumga tikan kirib ketmasin deb ehtiyotchanlik bilan mangdim deb javob berdi. Bu vaqtda Ubay uningga taqvolik degan ana shundoq bo'ladi degan. Buningdan biz taqvolikning hayotda har bir qadamni diqqat bilan besish, gunoh qilib qolmaslik uchun xuddi tikanlik yo'lda manganga o'xshash hushyor bo'lish ekanligini tushuna olamiz. Alloh taolo Qur'on Karimda taqvolik haqida ko'plagan oyatlarni nozil qilgan bo'lib, u oyatlardan taqvolik sifatini o'zlarida hozirlagan musulmonlarga xush bishoratlarni berganligini ko'rib olamiz. Ularning biri bo'lsa, taqvolik barakatning manbasidir. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Agar shahar yezilarning aholisi iymon etib taqvo bo'lsa edi, albatta ularga osmon zaminning barakatlarini echib beradi. Taqvolik yana nijotlikning shartidir. Alloh taolo mundaq deydi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloh va aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi." Ey iymon etganlar, Allohdan qo'rqinglar, uning payg'ambariga iymon keltiringlar. Alloh sizlarga o'z rahmatidan 2 hissa ato qiladi. Yana taqvolik Allohning dargohidagi ustunlikdir. Inna akramakum indallohi atqakum. Haqiqatan Allohning dargohida eng hurmatli bo'lganinglar, eng taqvo bo'lganinglardir. Shundaqli taqvolik manfaatli ilmning asosidir. Vattaqulloh va yuallimukumulloh. Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni Allohning amr va cheklamalariga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Alloh sizlarga o'rgatib qo'ydi. Ya'ni sizlarga ikkili dunyoda foydali bo'lgan ilmni beradi deydi. Taqvolik yana qiyinchiliklar
dunyosidagi chiqish yo'li va rizqning manbasidir. Va may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kimki taqvolik qiladi ekan, Alloh uningga chiqish yo'li beradi. Uningga o'ylamagan yerdan rizq beradi. Va yana taqvolik orqali mushkullar hal bo'ladi, ishlarimiz osonlashadi. Yuqorqi oyatning davomida Alloh mundaq deydi: "Va may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Kimiki Allohdan qo'rqadi ekan, Alloh uning ishini osonlashtirib beradi. Va yana taqvodorlarga berilgan eng go'zal bishoratlardan biri bo'lsa, Allohning ularga haq bilan botilni ayriya oladigan qobiliyat ato qilishidir. Alloh taolo mundaq deydi: "Ya ayyuhallazina amanu in tattaqulloha yaj'al lakum furqana va yukaffir ankum sayyi'atikum va yaghfir lakum vallohu zul fadlil azim." Ey mu'minlar, agar Alloh taolodan qo'rqsanglar, Alloh taolo sizlarga haq bilan botilni ayiradigan hidoyat ato qiladi. Gunohinglarni kechirdi, sizlarga mag'firat qiladi. Alloh taolo katta fazil egasidir. Bu oyatning tafsiri haqida Abu A'la Mavdudi rahimahulloh mundaq deydi: "Bu oyatdagi furqon degan so'z kam ziyodalikni o'lchaydigan tarozi deganni ham bildirdi." Bu oyatda dal shu ma'noda kelgan bo'lib, Alloh taolo bu so'zida agar sizlar Allohdan qo'rqqan holda ish harakat qiladigan bo'lsanglar, chin qalbinglardan bizdan Allohning hukmiga xilof biror ish sodir bo'lmaskan deganni orzu qiladigan bo'lsanglar, Alloh sizlarning vujudinglarda shundoq bir o'lchash quvvati paydo qiladiki, har qadamda nimaning to'g'ri, nimaning xato ekanligini, nimada Allohning rizoligi, nimada noroziligi borligi sizlarga o'zligidan ayon bo'lishga boshlaydi. Turmushning har qaysi do'qmush agmilarda, har qaysi o'tkir davollarda qayoq qadam besish, qayoqqa bosmaslik kerakligini, qaysining Alloh tarafga elib boradigan haq yo'l, qaysining shaytonga ulashtiradigan noto'g'ri yo'l ekanligini ana shu vujudinglardagi ichki o'lcham aytib berdi deganni ifodalash maqsad qilingan deydi. Shundoq, taqvolik bizning hayotimizga ham nurg'unlagan ijobiy ta'sirlarni elib keladi. Taqvodor kishi qalb xotirjamligiga erishadi. U har vaqt Allohning roziligini izlaydi, har ishda uningga tavakkul qiladi. Bu bo'lsa, uni tinchlikka elib boradi. Ijtimoiy munosabatlarni yaxshilaydi. Taqvodor kishi boshqalarga odil, samimiy, mehribon muomala qiladi. Har ishda Allohning roziligini o'ylag'achqa boshqalarga haqsizlik qilmaydi, aldamchilik qilmaydi. Bu orqali uning ijtimoiy aloqasi yaxshilanishga boshlaydi. Taqvolik orqali hayotdagi to'g'ri qarorlarni chiqara oladi. Taqvodor kishi har qanday ishni qilishdan burun u ishning Alloh rozi bo'ladigan ish yoki emasligini o'ylaydi. Bu bo'lsa, uni hayotda to'g'ri qarorlarni chiqarib, to'g'ri yo'lda minishga yetaklaydi. Undaqda taqvolik sifatini qanday yetildira olamiz? Taqvolik erishish, uni kuchlantirish uchun qilishimiz kerak bo'lgan eng muhim omillardan biri bo'lsa, oldi bilan Allohni yaxshi tunish. Allohning ism-sifatlarini, koinotdagi kuch-qudratini, bandalarga bergan ne'matlarini yaxshi bilish, uni yaxshi tunish orqali u katta zotdan har vaqt aybinish, qo'rqish tuyg'usi paydo bo'ladi. Qur'on va sunnatga ergashish, Qur'on Karim va Payg'ambar alayhisolamning hadislarini o'rganish, tushunish va hayotimizga tatbiqlash. Payg'ambar alayhisolam bunday deydi: "Sizlarga ikki narsani qoldirdim. Ularni mahkam tutsanglar, hargiz ozmaysizlar. Bu bo'lsa, Allohning kitobi va mening sunnatimdir." Taqvolikni yetildirish uchun yana ibodatlarni ixlos bilan ado qilish, namoz, roza, zakot, haj qatorliq farz ibodatlarni vaqtida va to'liq kamil ado qilish, riyodan saqlanib, nafli ibodatlarni ko'p qilish. Shundoqla taqvodorlikni yetildirish uchun Allohni ko'p zikr qilish, til, qalb bilan Alloh taoloni eslash, tasbih, tahlil, takbir aytish. Alloh taolo mundaq deydi: "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Bilinglarki, qalblar Allohni zikr qilish bilan arom topadi. Taqvolikni yetildirishdagi eng muhim omillardan yana biri bo'lsa, o'limni ko'p eslash. Payg'ambar alayhisolam mundaq deydi: "Lazzatlarni o'zadigan narsa, ya'ni o'limni ko'p eslanglar. Har vaqt o'limni, qabr azobini, qiyomat kunini va hisob berishni eslash albatta o'zimizda taqvolikni hozirlash uchun ittirgich kuch bo'ladi." Har musulmonning taqvoligi ba'zida suslashish, ba'zida chekinish holatiga duch keladi. Bir mezgil diniy vazifalarga astoydil bo'lgandan keyin asta-asta suslashib qilish ko'p uchraydigan holatdir. Buningga taqobil turishning bir necha yo'llari bor bo'lib, biz doktor Abdulaziz rahmatullohning tavsiyalaridan bir nechini zikr qilib o'tamiz. Birinchi, iymonning o'zgarib turadiganligini tushunish. Iymon ba'zi kuchayib, ba'zida ojizlab turadi. Shunglashqa ba'zi susluq paydo bo'lganda men posiqlashib ketdim-ku deb ziyoda umidsizlikka giriftor bo'lishdan saqlanish. Ikkinchi, shaytonning vasvasalaridan har vaqt hushyor bo'lish. Shayton bizning toat ibodatlarda ilgirlashimizdan beorom bo'ladi va bizni bu yo'ldan chetnatish uchun har xil vasvasalarni qiladi. Allohga sig'inib, shaytondan panohlik tilash, uning vasvasalariga aldanmaslik, davomli shaytonning yomonligidan saqlanish uchun Allohga yelinib duo qilib turish. Uchinchi, davomlashtirishga toqat yetadigan amallarni ko'plab qilish. Payg'ambarimiz aytgandek, oz bo'lsa-mu izchil davomlashtira oladigan amallarni tanlash. Oysha radhiyallohu anhadan bayon qilingan hadisda Payg'ambar alayhisolam mundaq deydi: "Davomlashtirishga toqatinglar yetadigan nafl amallarni lozim tutinglar. Chunki Alloh bilan qasamki, sizlar zirikib qolmaguncha Alloh hargiz zirikib qolmaydi." To'rtinchi, o'zidan hisob olib, niyatni yangilab turish. Kundalik hayotda o'zimizdan hisob olib, niyatimizni yangilab, ibodatlarimizni tekshirib turishimiz kerak. Bu bizning to'g'ri yo'ldan ezib ketmasligimizda intayin muhim rol o'ynaydi. 5.
yaxshi, solih do'st qarindoshlar bilan birga bo'lish kerak. Chunki shayton yolg'iz kishi bilan birga bo'ladi va uni ozdirish texmi oson bo'ladi. 6. Toat ibodatlarni keng ma'noda tushunish. Ibodat faqat namoz, ro'za yoki zikrlar emas, balki bola-chaqalarni yaxshi tarbiyalash, musulmon qarindoshlarga yordam qilish, yaxshilik buyurish, yomonlikdan to'sish qatorliqlarning ibodat ekanligini unutmaslik lozim. 7. Toat ibodatlarni qilganda o'ziga qattiq besim qilib etmaslik. Halol mubah o'yin tomoshalar bilan tantarbiya va oila do'stlar bilan ma'nilik vaqtlarni o'tkazishga o'xshash faoliyatlarga ham vaqt ajratish. 8. Shubhilik yemak-ichmaklardan, tapovatlardan yiroq turish. Chunki qalbning xotirjamligi halol narsalarni iste'mol qilish bilan bo'lsa, shubhilik harom narsalar orqali qalb g'uvalishga boshlaydi. Taqvolik sifatini o'zimizda yetildirish jarayonida bu nuqtalarga ham diqqat qilishga to'g'ri keldi. Riyodan saqlanish. Taqvolik degan qalbdagi ixlosdir. Kishilarga ko'rsatish uchun qilgan amal hech qanday manfaat olib kelolmaydi. Payg'ambar alayhisalom bunday deydi: "Alloh sizlarning jismingizga, chiroyingizga qaramaydi, balki qalbingizga va amalingizga qaraydi." Taqvolikda ching turish. Taqvolik bir kunlik yoki bir oylik ish emas, balki umr bo'yi davom qiladigan bir mujodaladir. Alloh taolo bunday deydi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih va la tamutunna illa va antum muslimun." Ey mu'minlar, Allohdan haqiqiy ravishda qo'rqinglar. Faqat musulmon holatinglar bilan vafot bo'linglar. Tadrijiy ilgirlash. Taqvolik bir kunda yoki bir oyda qo'lga kelmaydi. U tadrijiy erishadigan maqomdir. Shunga avval farzlarni to'liq ado qilish, ondan haromdan yiroq turish, ondan makruh va shubhilik ishlardan saqlanish orqali tadrijiy davomlashish kerak. Umidsizlanmaslik. Taqvolikqa erishish yo'lida xatolik va gunoh o'tkazib salsak, darhol tavba qilib, qayta o'rnimizdan turishimiz kerak. Alloh taolo xatolik o'tkazib, tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Shaytonning hujumlariga qarshi tayyorlik holatida turish. Shayton bizni taqvolik yo'lidan chetnatib o'tish uchun har xil usullarni ishlatadi. Ba'zi bizga taqvolikning bekmi ulug'vor, erishgili bo'lmaydigan bir martaba ekanligi bilan qalbimizga vahima salsa, ba'zi bizni sen boshqalarga qaraganda eng taqvo kishi, qarg'ana palona olimga, shundoq esil bilingan pukoni kishiga, uning qilayotgan ishlarga qaraganda sen bekmi taqvo hisoblanasan. Mushunchalik taqvolik sening jannati bo'lishingga yetarli deganga o'xshash, bizni ba'zida umidsizlik bilan aldashga urinsa, ba'zida qop yuraklik bilan o'zimizni qilgan ozgina amallarimizni cho'ng ko'rsatib aldab qo'yishi mumkin. Shunglashqa bunday ahvollar uchun alohida hushyor bo'lishimiz kerakki, shayton bizni aldab qo'ymasin. Shundoq aziz qarindoshlar, bugungi zamonimizda real hayotimizdagi taqvolikning ahamiyati texmi oshmoqda. Dunyoning har qaysi joylarida musulmonlar turli sinoqlarga, qiyinchiliklarga duch kelyapti. Bunday ahvolda taqvolik orqali Allohga yaqinlashish, uningga tavakkul qilish va uningga ishonish bizni umidsizlikdan saqlaydi. Qiyinchiliklarga bardoshlik berish kuchini ato qiladi. Bularni biz Uyg'ur musulmonlari uchun eng kuchli tayanchilarimizdan biri taqvolik sifatini o'zimizda hozirlab, Allohning taqvodorlarga bergan va'dalarini amalga eshishi orqali bo'ladi. Bizning nijotligimiz tug'iladi. Bu orqali bizning nijotligimiz tug'iladi. Xorliqdan qutulish yo'limiz ochiladi. Atrofimizdagi qalaymuqanchiliklardan haq-nohaqni ayray olmay, gangirash ichida qolganimizda Alloh bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatib beradi. Barliq chiqish yo'llarimiz etilib, umidlarimiz kesilganda Alloh bizga chiqish yo'lini ko'rsatadi. Turmushning sinoqlarini bizni qiynab, bo'ynimizni qisib qolganimizda, moddiy qiyinchiliklar bizni boshqalarga muhtoj qilib qo'ygan, hayot bizni qattiq hardurganda Alloh o'ylamagan yerdan berishni va'da qilgan badalsiz rizqi bilan barcha g'amlarimiz hal bo'ladi. Qalbimiz xursandlikka to'ladi. Kelgusiga bo'lgan, mo'minlarga va'da qilingan g'albi nusrat bishoratlari bilan yo'qolishga boshlagan umidlarimiz qaytadan chechaklashga boshlaydi. Chunki Alloh taolodan mubakrak va'dasiga vafodor kim bor? Alloh taolo barchamizni taqvodorlar jumlasidan qilsin. O'zimizda taqvodorlik sifatini hozirlash orqali Allohning bergan bishoratlariga noil bo'lish fursatini bersin.